Assalomu alaykum azizlar. Navbatdagi hop to'pli pol oshxonamiz tayyor bo'ldi. Ikkita konturga bo'lganmiz. Uchta kontur qilishga hojat yo'q. Bunga kvadrati ham kombinirованный bo'lyapti. Batareya ham bo'linadi. Batareyamizni katta qo'yganmiz. 60 ga 120 lik panelli batareya. Xo'p, montajlarni внутренне qilganmiz. Hozir stashga quyiladi. Stashga quygandan keyin xo'p, keyingi batareyalar olganimiz yo'q hali o'shancha. Hozircha tayyorlab ketdik, keyin to'g'rilab ulaymiz, osib. Xo'p, demperli lenta ko'pchilik aytadi, nima uchun kerak deb. Xo'p, to'pli pol bo'lganda, to'pli pol har doim beton kengayib torayib turadi. Isiganda torayadi, sovuganda kengayadi yoki navrot, esimda yo'q. Xullas shuni hisobini mana shu demperli lenta 1 sm. Beton kengayganda qisiladi, torayganda shu vazifani bajaradi. Xo'p, demperli lenta aylantirib qo'yganmiz 10 sm. Xo'p, batareyalarimiz ikkita trubali bo'ladi, podacha обратка. Xo'p, mana bu yerda hozir biz oddiy kran qo'yganmiz, o'zi bunaqa kran biz boshqacha kran bo'lishi kerak edi, borini qo'yib qo'ydik. Lekin ham ikkita variant bo'ldi. Xo'p, ham katerni o'zi bor yo'g'i ikkita, narigi xonada ham ikkita bo'ladi. 4 ta batareya bo'lgani uchun bunaqa katta raznica bermaydi. Ham Leningradga bas 2 trubli bo'ldi, ikkita trubali bo'ldi. Xudo xolasa mana ishlarimiz yakunladik. Bu yerda ko'pne bo'ladi, shuning uchun to'pli pol qilinmagan. Xo'p, eshikni oldida ham podacha obratga sovuq suv bo'lgani uchun ustida to'pli pol yurgizmadik. Mana shu holatda tayyorlab berdik. Kimga qanaqadir shunaqangi bir maslahat yoki xizmatlar kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar, aloqadamiz yoki Instagramda, Telegramda yozaverasizlar. Sog' bo'linglar, charchamayman. Hammangizni yaxshi ko'raman.